Zajigalkani olovi bilan uyda isitadigan sistema qilishdi. Akalarimiz xizmat turlari bilan bitta tanishtirib o'taman. Hozir havoni ham ekonom qiladigan davrdamiz aka. Bitta zo'rini qilib bering. Bu xizmat turi uyda remont qilayotganlar uchun eng zaruri. Pena lombos haqida eshitgansiz, lekin penadan pol qilishganini menimcha eshitmagansiz. Men ham birinchi marta eshityapman. Qarang, ekonomni qarang. Birinchidan laga tashlab, pol tashlab, bu polni kraska qil, ustidan yana bir narsa qil qilmaysiz. Akalarim shu holatda trambobga qilib beriladi. Bu holatga pena pol qilib berishayotgan. Pena polni qanaqa quyishganini, qanaqa quyilish jarayonlarigacha hozir yerda ko'rsatib beraman. Aka, haqiqatan ham ekonom variant. Jab bitta zajigalkani olovi bo'lmasa ham 2 kilo ko'mirda yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, aka mana xona hammomga aylanadi va uzoq ushlab beradi, issiqlikda. Pena seyashgani qotili haqiqiy smashi bo'lar ekan. Pena pol. Aka, quyilgan holati tez va sifatli tayyorlanar ekan. Hamma jihozlari, hamma taqir-tuqurlari akalarda o'zlaridan. Aka, kvadrat metr narx-navolari. Pol 20 kvadrati 1 million 100 ming so'mga tayyorlanyapti ekan. Patolog 20 kvadrati 900 mingga tayyorlanyapti. Qancha ob'yom ko'paygan sari shuncha narxi tushar ekan. Akalarim bilan o'zlari bilan keladigan jihozlari, taqir-tuqurlari aka. Pena semus